O'zbekistonning eng qo'rqinchli joylarida bir kun yashab bering. Buni albatta qilsa bo'ladi. Hozirgi paytda O'zbekiston Instagramda sayohatchilar juda ham ko'payib ketdi. Ya'ni 12 ta viloyat bo'yicha piyoda sayohat yoki Namangandan Toshkentgacha sayohat, hattoki Makkaga sayohat qilayotganlar ham bor piyoda. Keyin biz sal boshqacharoq challenge o'tkazamiz. Biz 12 ta viloyatni 12 ta eng qo'rqinchli joylarda bir kun vaqt o'tkazib kelamiz. Nima dedingiz? Hozirgi paytda obunachilarimiz soni 62 mingtadan oshiqroq. Keyinlar shu sonni 100 mingtaga yetkazamiz. 100 mingta bo'lganimizda O'zbekistonning 12 ta viloyatini 12 ta eng qo'rqinchli joylarini ko'rib chiqamiz va bir kun yashab kelamiz. Siz nima dedingiz? O'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qo'ying va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Tez orada eng qo'rqinchli challenge O'zbekistonda boshlanadi.